Hammaga assalomu alaykum. Всем здравствуйте. Demak, bugun siz bilan mavzuni boshlaymiz. Aniqroq mavzumiz test tahlili boshlaymiz. Bugun siz bilan ko'rib chiqadigan test tahlilimiz demak nimalardan iborat? Diqqatni eshitasiz. Bugun demak siz bilan ko'rib chiqamiz ekan birinchi DTMda, birinchi DTM mana aytib o'tiramiz. Demak, birinchi DTM siz bilan va'da berilgan edi, aytilgan edi, kechagi kanalda ham yozib o'tilgan edi. Xudo xohlasa har tog' kunlari, har juft kunlari qo'ldan kelgancha DTMda tushgan savollarda haqiqiy DTM savollarini siz bilan bir boshlab ko'rib chiqaveramiz. Demak, ketdik birinchi savoldan boshladik. Va shu o'rinda eslatib o'taman, agar mabodo kimdir qayergadir tushunmay qolgan bo'lsa, iltimos kommentariyada yozib qoldiring. Iloji boricha o'zingizga lichkangizga aloqaga bog'lashga harakat qilamiz va mavzuni yana o'sha tushunmagan joyingizga qaytadan tushuntirib, hech bo'lmasa o'sha skrinshot qilib bo'lsami yoki demak o'sha qismni tushuntirib berishga harakat qilamiz. Demak, ketdik azizlarim, birinchi savoldan boshladik. Сколько согласных букв в русском алфавите? Demak, e'tibor beramiz bu yerda. Savol ishlayotgan paytingizda har doim birinchi o'rinda qiladigan ishingiz savoldagi kerakli qismni terib olishimiz kerak. Bu yerda bizga kerak bo'ladi согласных букв. Mana belgilab qo'yaman. Demak, согласных букв. Nechta согласный bukva bor? Nechta согласный bukva bor в русском алфавите, rus alfavitida. Demak, rus alfavitida eslatib o'taman, bizda 21 ta согласный bukva mavjud. Va mana shu yerda eslatib o'tishim kerak. Tahlil qilayotgan paytingizda juda ham ehtiyotkor bo'ling, chunki bu savol bekorga berilmagan. Bizda ajratib olishimiz kerak. Bizda bukva bor va shu o'rinda zvuk bor. Ruskiy yozikda jami bukvalar soni 33 ta va ana shu 33 ta bo'linadi. Согласные bukvalar, demak, согласный bukvalar miqdori bizda 21 ta va shu o'rinda glasный bukva bor. Glasные bukvы bizda ruskiy yozikda jami 10 ta va shu o'rinda yana bitta turkum bor. Biz juda ko'pchiligimiz esdan chiqarib olamiz. Bu непроизносимые, ya'ni talaffuz qilinmaydiganlar. Talaffuz qilinmaydiganlar biz ruskiy yozikda bor yo'g'i ikkita, u ham bo'lsa tвердый znak bilan мягкий znak. Nimaga e'tibor beramiz? Bukva haqida gap ketganda biz aytishimiz kerak ekan. Bukvalar, ya'ni o'sha harflar ruskiy yozikda 3 ga bo'linadi. Jami 33 ta. Demak, 3 ga bo'linadi. Bu согласный, undosh, glasный, unli va непроизносимый ikkita. Endi zvuk tahlil qiladigan bo'lsak, zvuk, eslatib o'taman, savol bekorga berilmagan. Nima uchun? Zvuk ruskiy yozikda jami 42 ta zvuk bor va endi siz bilan qilganimiz ana shu zvuklarni tahlil qilib chiqishimiz kerak ekan. Согласные звуки в русском языке их согласных, то есть имейте в виду согласные звуки, ya'ni undosh tovushlar. Undosh tovushlar miqdori ruskiy yozikda 36 ta. Гласные звуки deydigan bo'lsam, гласные звуки в русском языке всего лишь 6 и все. E'tibor bering, savolda nimaga? Согласных bukv. Bekorga savol berilmadi bu bo'yicha, ya'ni shunchaki oson ekan-ku bu savol deb o'ylamang, chunki savol sizga beradi согласных звуков deb. Tushundingizmi? Согласные bukvы 21 ta, согласные звуки esa 36 dan. Farqi tushundingizmi? Gapni tushuntirman. Bizda bukva bor, bizda zvuk bor. Farqini ajratib oling, gapni tushuntirman. Demak, jami bukvalarimiz 42 ta, jami bukva 33 ta, jami zvuk 42 ta. Ana shundan согласныйlar, demak, orasini ochib qo'yaman. Ana shundan, demak, diqqatni eshitasiz, согласный bukva 21 ta, согласный звук 36 ta. Glasный bukva 10 ta, glasный zvuk esa 6 ta va непроизносимый bizda 2 ta. Agar kim mabodo mana shu yerda glasный, demak, bukva bilan zvuk farqini tushuntirmayotgan bo'lsa, iltimos kanaldagi birinchi videoni ko'ring, fonetika bo'yicha, bu bo'yicha alohida biz tahlil chiqamiz, alohida video ishlaganmiz o'sha bukva bilan zvukni ajratish uchun. Demak, to'g'ri javobimiz D variant. Ikkinchi savolga o'tamiz. Укажите верную характеристику приложения. Ajoyib savol. Demak, DTM bu savol shunchaki sevadi. Верную характеристику предложения. Demak, gapga ta'rif bering.
Xo'p, gapga ta'rif berar ekanmiz. Gapga ta'rif berayotgan paytimizda mana bu qismga e'tibor beramiz. Знаки препинания не расставлены. Tinish belgilari qo'yilmagan. Ana shuni inobatga oling. Tinish belgilari qo'yilmagan degani, demak, bu sizda tahlilingizda yana ham qiyinlashtirib yuboradi. Nima uchun? Mana gap berildi. Kapitan остановил пароход и все стали проситься погулять. Demak, diqqat bilan eshitamiz. Gap ko'rdik. Har doim mana shuni inobatga oling. Gap sizda xarakteristika berayotgan bo'lsangiz, birinchi tahlilda как положено подлежащее сказуемыйdan boshlang. Gapni ko'rdik. Gapda bizda birinchi сказуемый topamiz. Mana сказуемыйimiz остановил. Demak, mana marhamat, biz сказуемыйni chizamiz tagiga. Demak, остановил bizda сказуемый. Har doim shu narsani o'rganing. Сказуемый ko'rganimizda сказуемыйga qarab подлежащий topamiz. Остановил bizda demak мужской родda, demak подлежащий мужской родda. O'sha подлежащий mana marhamat, bu bizda bo'ladi kapitan. Endi demak kapitan bizda подлежащие. Aha. Endi siz bilan qiladigan ishimiz yana bitta сказуемый ko'rdim. Mana marhamat. Stali проситься. Demak, stali проситься biz ko'rdik. Bu bizda сказуемые. Yana qiladigan ishimiz сказуемыйga qarab, подлежащий topishimiz kerak ekan. Сказуемыйimiz множественное число. Da mana окончание i-si turibdi. Окончание i-ga qarab aytaman. Bu множественное число degani. Множественное число degani, demak, подлежащий ham множество. O'sha подлежащийimiz bo'ladi все. Demak, e'tibor beramiz. Ikkita grammatическая основа ko'rdik. Mana marhamat. Demak, birinchi grammatическая основамыз kapitan остановил, ikkinchi grammatическая основа esa все стали проситься. Ikkita grammatическая основа degani bu demak сложное предложение degani. Variantda ikkita сложное предложение turibdi. A varianti сложное, B varianti сложное, lekin C bilan простое, juda yaxshi bilasiz. Простое предложение bu одна грамматическая, ya'ni bitta grammatическая основа bo'lishi kerak. Lekin bizda gapimizda nechta grammatическая основа ko'ryapmiz? Ikkita. Mana все стали проситься bu va mana kapitan остановил. Mana ikkinchisi. Demak, ikkita grammatическая основа bu degani сложное va mana shu ikkita сложныйni bog'lab turgan narsa bu союз и bo'lyapti. A esa bu сочинительный союз. Shu bilan ko'rinib turibdiki, demak bizdagi to'g'ri javob сложное сочиненное предложение hisoblanadi. Demak, eslatib o'taman yana bir marta. Tahlil qilayotgan paytingizda har doim gap tahlil qilayotgan paytingizda birinchi o'rinda grammatическая основа, ya'ni сказуемый подлежащий sanab oling. Agar bunda bitta grammatическая основа, ya'ni bitta подлежащий, bitta сказуемый bo'ladigan bo'lsa, u простое предложение degani. Agar bunda bir nechta grammatическая основа bo'lsa, u сложное предложение degani va ikkita grammatическая основаны bog'lab turgan vosita подчинительный союз bo'lsa, сложно подчиненный, сочинительный союз bo'lsa, сложно сочиненный. Keyingisiga o'tamiz. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно. Aha, demak orfografiya bo'yicha savol keldi. Пишется слитно. E'tibor beramiz. Demak, qo'shilib yoziladigan topishimiz kerak ekan. Qo'shilib yoziladigan savol tarkibiga e'tibor beramiz. Demak, variantlar boshladik. Светло-красный. Mana shunaqa holatlarda demak e'tibor bering, bekorga savolda сложное прилагательное deb aytgani yo'q. E'tibor beramiz, сложное прилагательное, ya'ni murakkab sifat. Murakkab bu nima degani? Murakkab sifat degani bu demak tarkibida bir nechta so'zdan iborat degani, ya'ni сложное предложение, ya'ni сложное прилагательное, bu yerda hozir ko'rib turibsiz. Demak, ikkita sifatdan iborat. Demak, qaraymiz. Birinchi sifatni oladigan bo'lsak, mana bu yerda svetlo bo'libdi, ikkinchisi esa krasniy bo'libdi. Bizda nima deyilgan? Сложное прилагательныйda qachon slitno qilamiz, qachon через дефис qilamiz. Agar biz mabodo mana shu birikmaning o'rtasiga i soyuz qo'ya olsak через дефис, i qo'ya olmasak, demak slitno yozamiz. Светло-красный. Biz aytsak bo'ladi, svetli и красный. Yoki qoida bor, agar bunda ikkala qism ham rang bo'ladigan bo'lsa, ikkala qism ham mazatan bo'ladi, masalan, gorka soleный deydigan bo'lsam, men har doim demak i qo'ya olaman va i qo'yiladi degani, demak bu yozilar ekan через дефис. Demak, светло-красный qavsdan chiqaradigan bo'lsam, yozaman через дефис. Keyingisi nemetsko-fransuzskiy. Yana tahlil qilaman. E'tibor bering, ikki tomoni ham bir xil. Ya'ni немецкий и французский.
Demak, mana e'tibor berasiz, nemetskiy и fransuskiy. Ya'ni tahlil qilgan paytimda o'rtaga i qo'ya oldim. I qo'yiladi degani, i qo'ya olaman degani, demak men yozar ekanman через дефис. Выпукло вогнутый, e'tibor beramiz, выпукло вогнутый. Demak, tarjima qiladigan bo'lsak, выпукло ishgan, вогнутый ichiga kirgan. Ya'ni ikkalasi ham sifat. E'tibor berasiz. Выпуклый и вогнутый. Tahlil qilgan paytimda o'rtaga i qo'ya olaman. Shuning uchun ham men yozar ekanman через дефис. Mana marhamat. Быстро растворимый, e'tibor beramiz. Быстро, tez, rastvarimiy esa eruvchan. Ya'ni tez va eruvchan deb ayta olmayman. Mana bu qismni tahlil qilayotgan paytimda men qanday yozishim kerak ekan? Bыстро растворимый, demak aytar ekanman, bыстро bu наречие va rastvarimый bu bizda причастие, ya'ni tez eruvchan. Bu so'z birikmadan yasalganligi uchun men yozar ekanman slitma. E'tibor bering, agar biz o'rtasiga i qo'ya olmasak, demak biz yozar ekanmiz slitma. Agar bunda o'rtaga i qo'ya olsak, yozar ekanmiz через дефис, yozar ekanmiz через дефис, yozamiz ekan через дефис. Esda qoldi. Demak, bu yerda shunda to'g'ri javob D variant bo'ladi. Eslatib o'taman, o'rtaga i qo'ya olsak, ikkita прилагательныйlarning o'rtasiga i qo'ya olsak через дефис, i qo'ya olmasak, слитно ketadi. Keyingisiga o'tamiz. Укажите предложение, в котором допущена ошибка в выборе паронимов. Aha. Paronim bo'yicha savol. Ajoyib savollardan biri. Siz bilan nima qilamiz? Demak, har bitta variantda paronim ko'rib chiqishimiz kerak ekan. Chekas chiqqan savol, ya'ni ko'p tushadigan savollardan biri, albatta paronim bo'yicha. Chunki paronim bo'yicha savolda birinchi o'rinda YG sistemasi juda yaxshi ko'radi. YG sistemasi haqida yaxshi ko'radi. Demak, oxirgi variantdan boshlaymiz. A variantda hech qanaqa paronimga mos keladigan so'zimiz yo'q, shuning uchun tashlab ketamiz, B-ga o'tamiz. B'da paronim bor. Mana marhamat, одевать paronimi berilgan. Demak, belgilab qo'yamiz. B variantda одевать bor, C variantda развивается bor va D variantda abonement bor. Demak, har bitta variantda biz paronim ko'rib chiqdik. Endi qiladigan ishimiz tahlil qilamiz. Demak, B variantda одевать. B variantda одевать. Bu yerda qanaqa tuzoq bor, qanaqa xavfli nuqta bor. Esimizdan chiqmasin. Одевать har doim ishlatiladi одушевленный bilan. Tarjima qiladigan bo'lsak, kiymoq. Ya'ni opamni kiyintirdim, singlimni kiyintirdim, ukamni kiyintirdim degan tarjima ketadigan bo'lsa, bilingki, bu yerda одевать ishlatiladi. Va одевать bilan juda ko'pchilik chalkashtiradigan bu надевать. Надевать bilan одевать nima farqi deydigan bo'lsak, надевать faqatgina jonsiz narsalar bilan ishlatilinadi. Ya'ni mana shu yerda qarang, bitta zo'r life hack sizga. Одевать birinchi harfi O, demak одушевленный bilan. Chunki одушевленный birinchi harfi O. Надевать birinchi harfi N, demak неодушевленный. Masalan, shapka kiyaman, sharf kiyaman, ochki kiyaman deydigan bo'lsam, ochki kiyaman, e'tibor bering, jonsiz narsa bo'ladigan bo'lsa, men надевать ishlatishim kerak ekan. Tushundingizmi? Hamma tushunadi. Masalan, aytsam bo'ladi, мой брат надел пальто yoki мой брат надел шапку. Надел, chunki shapka неодушевленный. Lekin я одел брата. Men akamni, men ukamni, men ukam singlimni kiydim. Va marhamat, bizga aytib beramiz, мы учимся правильно одевать сестренку. Ha, demak, singil jonli narsa bilan kelganligi uchun bu yerdagi одевать bizda to'g'ri ishlatilgan. Xo'p, D variantga o'tamiz. D variantda abonement. Demak, diqqat bilan eshitamiz. Abonement bizda nima deb chalkashtiradi? Abonement bizda demak chalkashtirishi mumkin bo'lgan juftligi, bu albatta abonent hisoblanadi. Keling, farqini ko'rib chiqamiz. Abonement bilan abonent bu nima? Birinchi o'rinda bitta narsani tushunib oling. Abonement bu jonsiz narsa, ya'ni aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, jonsiz narsa deb aniqroq nima deb aytmoqchiman? Bu dokument, ya'ni hujjat turi, ya'ni ruxsatnoma desak bo'ladi. Hozir tushuntirib beraman.
Dokument, abonent esa bu jonli narsa. Ya'ni mana bu abonement, sizda aytildi-ku, abonement bu hujjat. Mana shu hujjatning egasi bu abonent hisoblanar ekan. Tushundingiz? E'tibor bering, masalan, sizga mana bu kompaniyadan telefon qilsa, sizga aytadi, hurmatli abonent deb murojaat qilishadi. Tushunyapsizmi? Hurmatli abonent. Nima uchun abonent? Chunki biz jonlimiz. Tushundingiz? Demak, ana shu hujjatning egasi, ya'ni o'sha litso, shaxs, jonli bu abonent, hujjatning o'zi esa bu sizda abonement. Ya'ni siz sim karta olayotganingizda olgan sim kartangiz, misol uchun aytaman, olgan sim kartangiz abonement, siz esa o'sha sim kartaning egasi абонент hisoblanadi ekansiz. Endi gapga ketaveramiz. Vчера mama приобрела, kecha onam qo'lga kiritdi. E'tibor bering, qo'lga kiritdi bizga basseyn uchun, basseynga onam bizga shaxs qo'lga kiritdimi yoki hujjat qo'lga kiritadimi? Albatta, hujjat. Demak, eslab qolamiz, abonement hisoblanadi. Endi C variantga qaraymiz. C variantda bizda nima muammo bor? Demak, ketdigini yozib olaman. Развивается bor va bizni qiynayotgan narsa. Buning sherigi развивается. Demak, diqqat qilishimiz. Развивается. Farqi nimada degan bo'lsak, bittasida i bilan yozilgan, bittasi esa y bilan yozilgan. Y va i bilan yozilgan ekan. Xo'p, farqini ko'rib chiqamiz. Diqqat qiling. Birinchi o'rinda ikkala qismning ham qaysi fe'ldan yasalganligiga urg'u beramiz. Razvi. Demak, bu развивать. O'smoq, ulg'aymoq. Развивает esa веять. Esmoq. Tushunyapsizmi? Esmoq, hilpiramoq kabi tarjimada ketadi. Endi gap ketaveramiz. Маленький мальчик, kichik bola kunlab emas, soatlab. E'tibor bering, kunlab emas, soatlab. Yana tarjimaga qaraymiz. Развивать i bilan yasalgan ulg'aymoq, o'smoq. Разве esa hilpiramoq, esmoq, shamolda esmoq. Bola bizda shamolda esmaydi. Bola bizda ulg'ayadi. Shunda to'g'ri javob qaysi bo'ladi deymiz. Ya'ni nima qo'yish kerak edi bu yerda? Развивается qo'yish kerak. Demak, mana bu yerda xatoligimiz развивается emas. Mana buni o'chirib qo'yamiz. Demak, развивается emas. To'g'ri javob bo'ladi. Развивается qo'yish kerak edi. Mana marhamat, o'rniga развивается. Значит, маленький мальчик развивается не по дням, а по часам. Keyingisi o'tamiz. Demak, назовите автора поэтического шедевра, которое написано было в 1869 году. Demak, 1869-yil quyidagi asarni yozgan Ali topishimiz kerak ekan. She'r nomi Природа Sfinks. Demak, o'sha mashhur Природа Sfinks she'r muallifi. Diqqatni eshitasiz. Bu yerda shunga belgilab ketamiz. Bu albatta Tyutchev. Demak, mana shu Природа Sfinks she'rining muallifi bu Tyutchev hisoblanadi. Keyingisiga o'tamiz. Укажите вариант, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква. Demak, укажите вариант, variantni ko'rsating. Va всех словах har bir so'zda, hamma so'zda tushirib qoldirilgan bitta o'sha harf. Ya'ni, bittada tarjima qilib, har bitta so'zda bir xil harf yozilishi kerak. Shuniga har bitta so'zda bir xil harf yozilishi kerak. Demak, ketdik, birinchidan boshlaymiz, без жалости. Mana shunga o'xshagan aniqrog'i pristavka bo'yicha ishlayotgan paytingizda birinchi o'rinda mavzuni eslab oling. Demak, masalan, birinchisi безжалостный. Bu yerda savol, bu yerdagi mavzu z va s bo'yicha. Z va s bo'yicha savol ketdi. Bu yerda demak biz siz bilan eslashimiz kerak bo'lgan narsa albatta, demak, mana yozib olaman. Z va s bo'yicha savol berilganda, bu yerda qachon z, qachon s qo'yiladi. Ya'ni qachon raz yoki qachon is qo'yiladi. Is yoki is qo'yishda bu yerda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa kodingning birinchi harfi.
Agar ko'ringning birinchi harfi zvonki bo'ladigan bo'lsa, ko'ringning birinchi harfi zvonkiye bo'ladigan bo'lsa, zvonkilar bular qaysilar edi? Zvonkilar juda yaxshi bilamiz, bu bizda B bo'ladi, V bo'ladi, G bo'ladi, D bo'ladi, J bo'ladi va albatta Z harfi o'zi bo'ladi. Albatta, agar gluhiye bo'ladigan bo'lsa, demak yozaman gluhoy tovush. Gluhiy juda yaxshi bilamiz, bu bizda P bo'ladi, F, K, T, Sh va albatta S. Va albatta keyin davomida yozib ketamiz. Demak, B, V, G, D, J, Z bu parniye. Endi neparnilar yozamiz. R, L, M, N, Y. Endi pastga tushaman. Pastda demak глухойlar yozishim kerak. Глухойlar, demak bular, которые не имеют пары, bu X, C, Ch va albatta Sh. Demak, nima deyapti? Agar mabodo bizda ko'ringning birinchi harfi zvonki bo'ladigan bo'lsa, biz pristavkaga z qo'yamiz. Ya'ni foydalar ekanmiz bez yoki razlardan. Shu gaplarni foydalanamiz. Ya'ni iz, ana shunga to'g'radi. Xo'p, agar mabodo bizda ko'ringning birinchi harfi glukhoy bo'ladigan bo'lsa, unda biz foydalar ekanmiz bez ko'ringiz yoki ras. Ya'ni s bilan boshlanadigan qismdan foydalar ekanmiz. Xo'p, demak, ketdik. Siz bilan boshlaydigan aytib ketamiz. Ikki hamta qoida bor. Mana bu z ni foydalanishda, bez, raz, z ni foydalanishda hamta kichkinagina qoidachasi bor. Agar sizda ko'ringning birinchi harfi glasniye bo'lsa, demak diqqat qilishimiz. Agar ko'ringning birinchi harfi zvonki, ya'ni mana bu harflar, mana qarang, yana bir eslatib o'taman, zvonkilar bo'lsa, biz demak foydalar ekanmiz, demak zdan. Agar mabodo glukhoylar bo'ladigan bo'lsa, biz foydalar ekanmiz sdan. Demak, ketdik, bir boshdan ko'rib chiqamiz. Безжалостный ko'ringning birinchi harfi j. J juda yaxshi bilamiz, bu bizda zvonki bo'lgani uchun biz demak o'rtaga zdan foydalanamiz. Избегаемый ko'ringning birinchi harfi b, b esa bu zvonki, shuning uchun zdan foydalanamiz. Keyingisi razmilchать deydigan bo'lsak, razmilchать yana ko'ring birinchi harfga qarayman. Ko'ring birinchi harfi m, bu zvonki. Ko'ring birinchi harfi zvonki bo'lganligi uchun men zdan foydalanaman. Keyingisi b variantiga o'taman. B variantda bezradostный deydigan bo'lsa, ko'ring birinchi harfi r, r esa bu esa zvonki degani, demak nima qo'yishim kerak? Z, молодцы. Раскраска ko'ringning birinchi harfi k, k esa bizda glukhoy degani S variant bo'ladi. Расходовать e'tibor beramiz. Расходовать da, demak, ko'ringning birinchi harfi, ko'ringning birinchi harfi H, bu bizda glukhoy degani, glukhoy degani esa, uzr, ko'ringning birinchi harfi glukhoy, bu degani yozaman S harfini. Keyingisi, o'sha ko'rdingiz, demak, B variant chiqib ketadi, chunki bu yerda Z, mana bu yerda esa S. O'sha to'g'ri javob topib bo'ldik. To'g'ri javobimiz bizda A variant. Bez, iz va raz, chunki hammasining birinchi harfi zvonki bo'lganligi uchun. Prevazmoch, pridvorniy. Demak, bu yerda pri. Maslahatim pri-ni, agar siz mabodo o'zbek abituriyenti bo'ladigan bo'lsangiz, pri-ni iloji bo'yicha yodlab oling. Eng yaxshi variant tarjima qilib, to'g'ri tarjima qilsangina foydasi bo'ladi. Lekin iloji boricha demak, glasniy nima deydi? Qoidani emas, mana shu so'zlarni o'zini yodlab olganingiz ma'qul. Demak, prevazmoch e'tibor beramiz. Prevazmoch demak bizda bu ye bilan yoziladigan so'z. Keyingisi pridvorniy deydigan bo'lsak, joyga nisbatan bu pri bilan ishlatiladi. Mana shundan chiqmasin, agar demak hudud bo'ladigan bo'lsa, har doim pridan foydalaning. Keyin pretendovat, pretend so'zdan yozilgan, bu so'zda ye bo'ladi. Xo'p, keyingi variantimiz D variantimiz, o'sha ko'rdingiz, 7 chiqib ketdi, chunki bittasida ye, bittasida esa idan foydalandik. Demak, ketdik, раздосадовать. Yana o'sha holat, birinchi harfga qaraymiz. Birinchi harfimiz demak bizda zvonki bo'lganligi uchun Z dan foydalanaman. Исколесить deydigan bo'lsam, birinchi harfimiz glukhoy, ya'ni o'sha k, glukhoy bo'lganligi uchun foydalanar ekanman. Albatta s tovushidan. Va keyingisi бесконечный, yana o'sha holat, birinchi harfimiz glukhoy bo'lganligi uchun foydalanar ekanman
s tovushidan e'tibor beramiz. D variantimiz xato, chunki bittasida z, bittasida s. Shunda variantda ko'rinib turibdiki, bizda to'g'ri javob A variant, chunki hammasida z dan foydalandik. Keyingisiga o'tamiz. Demak, 7-chi gap. Укажите, в каком предложении вводное слово bo'yicha savol ketgan ekan. Вводное slovani faqatgina yodlab oling. Boshqa variantingiz yo'q va вводное slovani yodlang. Undan oldin esimdan chiqib ketdi. Demak, shunda 6-chi savolda to'g'ri javob A variant bo'ladi. 7-chi savol вводное слово bo'yicha qaytamiz. Вводное словоda yodlang, chunki bu har yili testda beriladigan savol. Вводное слово yodlashingiz shart. Har yili testda beriladi. Demak, boshladik. A variantda, demak biz ko'rdik, вводное словоmiz к счастью. К счастью demak belgilab qo'yaman, bu источник сообщения hisoblanadi. Различные чувства demoqchi. Различные чувства. Demak, к счастью demak bizda bu различные чувства hisoblanadi. Keyin B variantda agar bundoq qaraydigan bo'lsak, shu yerda ты признайся kabi birikma bor. Bu bizda вводное предложение bo'ladi. Da, e'tibor beramiz va yana shu yerda savolga qaytishim kerak. Знаки препинания не расставлены, aytish belgilari qo'yilmagan ekan. Yana aytaman, bu sizda vazifangiz yana ham qiyinlashtirish uchun. Demak, B varianti ты признайся, bu bizda вводное предложение. Xo'p, C variantda hech qanaqa вводное слово berilmagan. D variantda esa bizda berilgan ekan. Послухам. Po qatnashgan qism bizda вводное слово hisoblanadi va aynan mana shu послухам bizda to'g'ri variant, to'g'ri javob. Ya'ni aynan mana shu вводное слово bizda, которое указывает на источник сообщения hisoblanadi. Demak, shuni e'tibor beramiz. A variantda demak bizda berilgan различные чувства. B varianti esa bizda berilgan demak D varianti bizda berilgan источник сообщения. A varianti esa различные чувства. Ko'rinib turibdiki, shuni to'g'ri javob D bo'ladi. Xo'p, demak, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, 8-si. 8-siga e'tibor beramiz. Укажите словообразованное приставочным суффиксальным способом. Demak, diqqat eshitamiz. Словообразование bo'yicha savol ketdi. Приставочно-суффиксальным способом. Demak, приставочно-суффиксальным способ, diqqatni eshitasiz, bizda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa nimada? Приставочно-суффиксальным, ya'ni bu yerda словообразование bo'yicha savol ketdi. Словообразование bo'yicha savol berildi. Biz bu yerda qiladigan ishimiz har bitta qismni alohida tahlil qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni so'zni qismiga bo'lib tashlaymiz. Demak, ketdi. Приставочно-суффиксальный. A variantda boshlaymiz. A variantda вновь. Birinchi e'tibor bering, qani variant zo'r taxlangan, ya'ni tushunib olishimiz uchun juda zo'r taxlanibdi. Hamma bittasi alohida sochib tashlasham bo'ladi. Ya'ni C variant pastga tushiraman, D variantdan pastga tushirib tashlayman. Qiladigan ishimiz вновь. Birinchi o'rinda harda korень belgilab chiqamiz. Bu yerda korень nov. Bu yerda ham korень nov, bu yerdagi korень ham nov va bu yerda ham korень nov. Demak, har bitta korenyda, har bitta so'zda korень belgilab chiqdik. Endi qiladigan ishimiz so'z tarkibiga nimalar qo'shdik? Ana shuni qaraymiz. Вновь deganda men so'z tarkibiga demak nima qo'shgan ekanman? V. So'z tarkibida V turibdi. Bu degani albatta приставочный способ. По-новому e'tibor bering, mana shu yerda defis bizning kalitimiz. Nima uchun? Chunki defis bu mana bu kalga qarang. Po va omo juda yaxshi bilasiz. Albatta, agar kim bo'lmadi mana shu holat, mana shu mavzuda kim agar hozir tushunmay qolsa, iltimos kanalda bu bo'yicha alohida video taxlangan, aynan mana shu po omo yemi bo'yicha. Po omo yemi juda yaxshi bilasiz, bu narechие yashaydigan holat va tim bo'lib o'rtada defis turibdi. Mana ko'rib turibmiz, po bu yerda приставка, omo esa bizda suffiks. Aynan mana shu variantda demak so'z yasalyapti приставочно-суффиксальный способ orqali. Navizlarga e'tibor beramiz. Navizlarda mana izn juda yaxshi bilasiz, отвлеченный suffiks izn orqali yasalyapti. Bu degani suffiksальный способ.
Keyingisi novshestvo. Demak, bu yerda YSTV, SHSTV desak ham bo'ladi. Buni hali ingliz programmasi yaxshi bo'lgansiz. Demak, SHSTV suffiksdan foydalangan. Shuning uchun demak biz qo'pma aytsak bo'ladi. Bu yerda ham suffiksalniy sposobdan foydalanganmiz. Keyingisiga o'tamiz. 9-savol. Demak, 9-savol bizda literatura bo'yicha ketdi. Literatura bo'yicha savol, demak, ketdi. Укажите автора произведения. Skorpion из Алтаря. Ha, va e'tibor bering, bu demak, nima deydi? Literatura родного края, ya'ni o'zimizning o'zbek adabiyoti. Skorpion из Алтаря, ya'ni tarjima qiladigan bo'lsam, mehrobdan chiqqan chayon, minувшие dni, o'tgan kunlar, несчастливый жених, baxtsiz kuyov, juda yaxshi bilamiz. Bu ilk o'zbek romanchiligiga asos solgan adib, ya'ni Abdulla Qodiriy hisoblanadi. Keyingisiga o'tamiz. Укажите приложение с ошибкой. Yana demak xato bo'yicha savol ketadi. Demak biz bu yerda xato topishimiz kerak va e'tibor bering. Aynan nimada xato topishimiz kerak ekan? Paronimda. Demak, boshladik. Paronim bo'yicha ishlaymiz. A varianta нужно найти наиболее эффективные. Demak, effektni buni jufti bo'ladi. Demak, mana belgilab olamiz. Effektivniy bu yerdagi paronim. B varianta нестерпимая bu yerda paronim bo'lyapti. C varianta brat, mana boyagina ko'rib chiqqandik, nadel bizda paronim hisoblanadi va D varianta bizdagi bu yerdagi paronimimiz hozir eslatib olaman. Mana ko'rdik. Zaglавный. Demak, A variantda bizda effektivniy berilgan, B variantda нестерпимая, C variantda nadel va D variantda zaglавный. Endi summa qiladigan ishimiz har bitta variant alohida ko'rib chiqar ekanmiz. Demak, ketdik. A variantda boshlayman. Effektivniy. Mana shu yerda eslatib o'taman. Paronimlarda faqatgina tushunish qobiliyati bo'lishi kerak. Faqatgina tushunib oling va eslab qolishingiz kerak. Effektivniy va effektniy. Xo'p, effektivniy bilan effektniy farqi nimada? Demak, diqqat qilasiz. Keling, birinchi o'rinda tarjimadan ajratib olamiz. Effektivniy bor va effektniy bor. Effektniy tarjima qiladigan bo'lsangiz, привлекающий, ya'ni o'ziga tortadigan, jalb qiladigan, bir deganda esda qoladigan. Masalan, qarangda, rasmni tushasiz, effektni almashtiraman deysiz. Tushunayapsiz-a? Yana ham effektroq qilaman, ya'ni yana ham zo'rroq, yana ham o'ziga tortadigan, jalb qiladigan holatga keltiraman deysiz. Effekt, ana bu effekt bo'ladi. Effektivniy esa buni tarjimasi natija beradigan. Ya'ni yozib qo'yaman. Demak, effektivniy, ya'ni дающий rezultat, tarjimada samarali, effektniy esa, ya'ni bu tarjima qiladigan bo'lsak, привлекательный, ya'ni tarjimasini eslab qolasiz. Привлекательный tarjimada o'ziga tortadigan, o'ziga jalb qiladigan, o'ziga tortadigan. Albatta bizga savol berildi, xato topishimiz kerak ekan, ошибка topishimiz kerak ekan. Gapni o'qiymiz. Нужно найти, topish kerak. Наиболее эффективный способ, usul. E'tibor bering. Uslub so'ziga qaraymiz. Uslub so'zi. Savol ketadi. Uslub bizda o'ziga tortadigan uslub bo'ladimi yoki samarali usul bo'ladimi? Tushundingizmi? Samarali usul bo'ladi. Demak, bu yerdagi birikma bizda to'g'ri ishlatilgan. B variantga qaytamiz. B variantga tushdik. Demak, B variantda bizda нестерпимая. Xo'p, нестерпимаяda qiynaydigan narsa nimada? Нестерпимая, esdan chiqmasin, paronimlar har doim juft bo'lib ishlaydi va нестерпимая va нетерпимая. Demak, diqqat qilamiz. Нестерпимый va нетерпимый. Bitta ajoyib lifehack, ajoyib kalit. Neterpimaya bizda asosan biror bir xarakteristika bilan keladi.
ya'ni biror bir xarakter bilan desam to'g'riroq bo'ladi. Xarakter deb yozib qo'yim. Ya'ni agar bunday ona tilga tarjima qiladigan bo'lsak, ikkalasi ham tarjimasi chidab bo'lmas ketadi. Endi sizga yana ham to'liqroq tarjima qilib ketaman. Nesтерпимая. Qarang, diqqat qiling. Nesтерпимая demak, tarjimasini yozaman. Keyin mana shu o'zbekchasiga yozaydi. Chidab bo'lmaydigan. Нетерпимая esa yo'l qo'yilmaydigan. Yo'l qo'yilmaydigan. Demak, diqqat qilishsiz. Qarang. Yo'l qo'yilmaydigan va chidab bo'lmaydigan. Masalan, gapga e'tibor bering-da. Всё лето в городе стояла нестерпимая жара. Жара degani issiq. Demak, issiqqa yo'l qo'yilmaydigan deyilmaymiz. Issiqqa chidab bo'lmaydi. Tushundingizmi? Issiqqa chidab bo'lmaydi. Endi testda zo'r savol berilgan. Mana bu adashmasam 2015-yilgi temda bor. Nima deydi? 2015-yilgi temda kulguga, yerga urishga deyilgan. Tushunyapsizmi? Ya'ni haqoratga, как раз haqoratga desam to'g'riroq bo'ladi. Haqorat so'zga nisbatan, demak qarang. Haqoratga nisbatan, ya'ni kulguga nisbatan biz bu yerda yo'l qo'yilmaydi degan jumlani ishlatamiz. Demak, diqqat qilamiz, tabiat hodisalari uchun для природных явлений deb qo'yaman. Tabiat hodisalari uchun demak biz mana shu yerda, ya'ni bu bizning qo'limizdan kelmaydi, shu kunga chidab bo'lmas ekan. Tushundingizmi? Masalan, issiqqa chidab bo'lmaydi. Tushundingiz? Pastdagi holat esa asosan mana bu kulguga chidolmayman, kulguga yo'l qo'ymayman, ya'ni ustimdan kulishga yo'l qo'ymayman, ustimdan haqorat qilishga yo'l qo'ymayman yoki masalan ukamni urishiga yo'l qo'ymayman deydigan bo'lsa, ana shu holatda biz demak neterpimani ishlatar ekanmiz. Tushundingizmi? Ya'ni masalan не потерплю degan misolda ketadi. Xo'p, keyingisi, demak, C variantda nadel. Demak, nadel adashmasam, boyagina bizda tushgan edi bu savol. Demak, uni ana shunday bir ko'rib chiqamiz. Mana bizda o'sha adetь va nadetь, o'sha mashhur misol. Tan olish kerak, haqiqatan juda ko'p beriladi. Adetь, nadetь. Mana yozib qo'ydim. Bosh harflari adetь одушевленныйlar uchun, nadetь неодушевленный uchun. Demak, qaraymiz. Для такого торжественного случая, demak, mana shunday tantanali voqea uchun akam kostyum. E'tibor bering, kostyum одушевленный, неодушевленныйmi? Неодушевленный, неодушевленный uchun ishlatamiz. Надеть. Demak, bu birikma ham bizda to'g'ri. Ana endi D variantga qaraymiz. D variantda заглавным в этом заведении был высокий мужчина. Заглавный, demak, tan olish kerak, ko'zga tashlanmaydigan paronimlardan biri. Bizda заглавный bor va shunchaki главный bor. Главный tarjima qiladigan bo'lsak, bosh. Ya'ni boshliq. Mana belgilab qo'yaman. Voy. Uzr, mana bu lotin alifbosida harf telish sal qiyin bo'libdi. Bosh yoki boshliq degan tarjimada ketadi. Bosh yoki boshliq, xo'jayin. Заглавныйga e'tibor bering. Заглавный degani bu misra boshi hisoblanadi. Misra boshi va ayrim holatlarda beriladi заглавный буква, ya'ni bosh harf. Tushunsa, misra boshi yoki bosh harf, ya'ni nima deydi, so'zda aytganda katta harf yozamiz-ku, ana shu narsa. Biz rus tilimizda o'sha narsa заглавная буква deb aytiladi. Demak, qarang, заглавным в этом заведении, tarjima qilaman, bu binoda 30 yoshli erkak edi. Demak, 30 yoshli baland bo'yli erkak edi bu binoda. Demak, o'sha erkak bosh harf bo'ladimi yoki boshliq bo'ladimi? Shuniga, demak, e'tibor bering, bu yerdagi xatolik aynan mana shu bo'ladi. Заглавным hisoblanadi bu yerdagi xatoyimiz. Demak, bu yerda заглавным emas, nima ishlatish kerak edi? Главным ishlatilishi kerak edi. Tushundingizmi? Demak, bu yerda bosh главным hisoblanadi.